Bular shu kraskasiga, motorga, probegiga qaryaptilar. Bo'ldi. Biz yetgan joyi javobni beramiz. Kapotdan boshlaymiz. Germetkalar yaxshi turibdi. Mana shu ikkalasi bir-biri bilan bog'liq bo'lishi kerak. Demak, endi mana shu shvellari bor. Shvellari ozgina qirilgan. Chaqasi bor. Bamper boshqa qo'yilgan shunda. Bamper yangi qo'yilgan. Usulitlar joyi turibdi. Eng kerakli mana shu usulitlar joyida buni boltga tegilmagan, faqat shvellari o'ziga tegan ekan. Shvellari o'ziga teganda mana shu shvellar mana shu turadi. Mana shu shvellar turadi. Mana shu ozgina teganda shvellarimiz ozgina qiyshagan ekan. Bu yoqdan kichkina mashinasi bor ekan. Kirasi bor ekan? Kichkina chaqasi bor uni. Lekin kirasi sepilmaydi. Ha, bo'ldi. Bitta mashina bor ekan bitta. Bo'ldi, qolgan joyi toza ham yo'q. Cobalt mashinasini ko'ryapmiz. Probeklari o'zini chiqyapti. Korobka motorlari toza. Bitta aybi kodini oldiga qo'ygan ekan. Orqa lampochkasi kuygan faqat, tormoz lampochkasi. Faqat shu. Qolgan joyi yaxshi. Bizda mana shu bitta mashina chiqdi. Aytda kosmetika qilingan. Orqada kichkina mashina, Farog'da mashina bor ekan. Qolgan joy toza chiqdi do'stim. Hammasi xizmatimizga rozimisiz? Salomat bo'ling, yaxshiligi mening do'stim, sog' bo'ling, Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz.